Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı ve muhakemelerini başlayımız. Leksiyada sırgacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslak 2024 yıl 6. ayının 5. günü hepteki çarşamba vatandaş. Bugün sizge avval yetkizdiği vaziyetimiz. Yana tünügenki bilen asası cihetten okşaş. Lekin anlayışız bu vaziyet ne vatandaş? Ekranda NATO'ga a'zo 20 devlet sep tartib, sep biroz turdi. Prezident Vladimir Putin Jungoni dushman deb hisoblashga boshladi. Diqqat vatandaş, Prezident Vladimir Putin Jungoni dushman deb hisoblashga boshladi. Asli mavzu Amerika Qo'shma Shtatlari ovozdan tez uchadigan yadro seplangan raketani sinaq qildi. 30 minutda har qanday joyga yetib bora oladi. Amerika Qo'shma Shtatlari yadro seplangan raketani sinaq qildi. 30 minutda har qanday joyga yetib bora oladi. Rossiyaning yadro tahdidini silkitdi. Prezident Vladimir Putin NATO'ga hujum qilish xiyolim yo'q dedi. Rossiya mundaq dedi: haqiqiy ma'nodagi dushman Jungo Kompartiyasidir. Jahonning taqozosi, jahonning bugungi kun tartibi, jahonning umidi ham Rossiya Jungoni dushman deyish, Jungo Rossiyani dushman deyish. Chunki bu ikki davlat 2022-yili 2 ayning 24-kunidan boshlab Rossiyaga Ukrainaga tajovuz qilgan Rossiyani Jungo qo'llab keldi. Jungo qo'lladi. Jungoning ishonchiga erishdi Rossiya. Ukrainada urush qildi. Bugun bular o'zini tonishi kerak. Masalan, Rossiya Jungo Rossiyani tonishi kerak. Shundaq vaqtda ikki davlat bir-birining dushmani ekanligini, shundaqla butun insoniyatning dushmani ekanligini tonishi kerak. Bu jahonning taqozosi. Hozirgi vaziyat realligining talabi vatandaş. Bu mana bugun birinchi bo'lib Rossiyaning og'zidan chiqdi. Masalan, Jungo Kompartiyasi haqiqiy ma'nodagi dushmandir dedi. Bu xabarni tayyorlab buyoqi sizlarga bizga sungan yanala tuniginki Umid Sadosi televiziyasi 6. ayning 5. kuni YouTube vatandaş. Endi ekranda urushga tayyorlanish bosqichi. Rossiya, Yevropa. O't kuchi bu haqiqatdir. Video film kanali 6. ayning 5. kuni YouTube vatandaş. Vaziyetimizning 3-si ekranda Rossiya Ukraina urushi reaksiya davriga kirib keldi. NATO'ning odamsiz aeroplani Rossiya chegara ishini bombardimon qildi. Asli mavzu Ukraina prezidenti maslahatchisi mundaq ko'rsatdi. To'qinish o'rlashga boshladi. Rossiya sizgan qizil chizaq mavjud bo'lmay qoldi. NATO bir necha koridor ochdi. Bir necha koridor yo'l ochdi. Amerika armiyasi oldingi safga yetib kelib, Rossiya armiyasi bilan urush qilish yo'llari oshkorlandi. Umid Sadosi TV televiziyasi 6. ayning 5. kuni YouTube. Vaziyetimiz hozir Yevropa vaziyeti vatandaş. Bundan keyin Yevropa vaziyetiga munosabatli o'tirg'i chiqqan ikki masala qarab turing. Birinchisi, Amerika Qo'shma Shtatlari bir xil harbiy qurol-yarog', ya'ni raketa sinov qildi, yadro seplangan 30 minutda har qanday joyga yetib bora oladi. Mushu qurolni ko'ribla Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin prezident balki NATO'ni bombardimon qilish yoki NATO hujum qilish niyatim xolis yo'q
deydigan köz qarash kelgen buluşı, şundaqlı ikkinchi noktadır Rusya, Cungunu düşman dep hesaplaydıqalık. Cungu Kompartiyası düşman dep hesaplaydıqalık. Başta ettik vatandaş. Hazır kıyalıklı talebi, cahanның taqazası. Vaziyetinin zaruriyeti ve taqazası. Bu çok şundaq biliş gerek. Endi bugün sizlerge söz deydiğimiz bundaq. Prezident Joe Biden. Ben bugün bu sözge qoşuduğan yani bir üzemnin biri. Fikri, mesela üzem, şunaq deymen ki, en ali yol yok. Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Joe Biden. Jungo iqtisodiy gumron bo'lishning gerbegiga yetib keldi dedi. Muşundan keyin muşu söz, muşu notuqdan keyin vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlarının tashqi siyosati, masalan, Jungoga qaratgan tashqi siyosatida qandaq o'zgarish bo'ladi? Bu nazok bir davrdagi nazok bir söz, bir cümle söz. Dedim ben tünüge vatandaş, azı siz biz dikkat kıldığan en mühim nokta, Jungoga qaratgan Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosati qandaq bo'ladi? Söz iborlar qandaq ishiltildi? Endi sizlar buni tövende anglaysizlar. Növbetde sizlarga yetkazgan hozirgi leksiya Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hozir Yevropa, Fransiyaga ziyoratga maqdi. Undan keyin 7 davlat guruhi, İtaliyada yaşalamdı, 7 davlat guruhining yig'iniga qatnashish uchun Yevropaga ziyoratga maqdi. Fransiyada 5 kun ziyorat qildi. Fransiyada 5 kun davlat ishlar ziyoratida bo'ldi. Men hozirgacha G'arb dunyosi davlatlari boshliqlarining, bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlarining ikkinchi bir davlatga ziyoratga berib 5 kun ziyorat qilganligi to'g'risida hozirgacha hech qanday xabar olmagan edim vatandoshim. Bu qatim prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Fransiyaga qarang, Normandiyada quruqliqqa chiqish urushi yoki Normandiyada quruqliqqa chiqib Yevropada ayblanib kelayotgan faşist Germaniyasiga qarshi urush e'lon qilish 1944-yili 1944-yili yuz bergan urush bugun şunun xotiri kuni 80 yillik xotiri kuni prezident Joe Biden bu Normandiyada quruqliq chiqib Yevropada faşizm bilan faşizmga qarshi urush qilish tarixiy kunlarning yodgori sifatida bu yig'inda bu faoliyatda bo'ladi va prezident Joe Biden bu faoliyatda nutq so'zlaydi. Hozir sizlarga yetkazadigan material shaklli xabarimiz mana shu vatandosh. Prezident Joe Biden Fransiya, Italiya qatorliq davlatlarni ziyorat qilib, Yevropaga bergan bexatarlik va'dasini ta'kidlaydi. Ko'rdingizmi? Yevropaga bexatarlik va'dasi berdi Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatim ta'kidlaydi. Yuqorqi vaziyatimizni esingizga keltiring juma vatandosh. Mavzuli xabar 6-oyning 5-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 6-oyning 4-kuni Washingtonda qo'zg'alib Yevropaga ziyoratga yurib ketdi. Fransiyada o'tkazilgan Normandiyada quruqliq chiqishdan 80 yilligini xotirlash faoliyatiga va Italiyada o'tkaziladigan 7 sanoatlashgan davlatlar yig'iniga qatnashdi va Yevropaga bergan va'dasini yana bir qator takrorlaydi. Gerçi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 6-oyning o'ttirillarida Shvetsiyada o'tkaziladigan Ukraina yuqori darajalikli tinchlik suhbatiga qatnashmasimi? Aqsaray davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Yevropa, Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishdi.
Avropada Ukrayna prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishdi. Kiyevning Rossiyaga qarshilik ko'rsatish tirishchanligini maslahatlashdi. Mana bu jumlani biz tahlil qilmaymiz, yuqorqi vaziyat analizimizga birlashtirib tasavvur qiling vatandosh. Siz ham tasavvur qiling, biz ham tasavvur qilamiz. Shuning o'zi kifoya. Prezident Joe Biden fursat chiqarib, prezident Ukrayna prezidenti Zelenskiy bilan suhbatlashdi. Uning bilan birlikda Ukraynaning vaziyatini muhokama qildi. Shundaqla bizdan, ya'ni Amerikaning Ukraynaga yordam berishimizni qandoq chunqurlashtirishimizni muhokama qildi deb ko'rsatdi. Aqsaray bexatarlik, davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan. Prezident Joe Biden Fransiyada 5 kun ziyarati bo'ldi. Davlat ishlar ziyoratida bo'ldi. Normandiyada quruqlik chiqish xotiri kuni faoliyatiga qatnashdi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Amerika armiyasi mush yerda quruqlikqa chiqqan edi. Germaniya faşizmini mag'lub qilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden faoliyatga qatnashganda muhim nutq so'zlaydi. Hamda Fransiyada 5 kun davlat ishlar ziyoratida bo'ladi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan undaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Normandiyada ataqliq Point Duhok qirg'aqada nutq so'zlaydi. Duhok qirg'aqada nutq so'zlaydi. Biz Amerika armiyasining 1944-yili Normandiyada quruqlikqa chiqqanligini kitobiy yozmalardan emas. Amerika kelgandan keyin The Longest Day uzun kunlar degan kino film, andan General Patton degan kino film dalmış o Normandiyada quruqlik chiqish, Yaponiya yoki Germaniya faşistlarga urush qilishning tarixini aks ettirgan kino filmdan bilamiz vatandosh. Bu urush haqiqatan dahshatli urush. Bugun shu urushning nayt dahshatli bo'lgan yeri Duhok deydigan qirg'oqda. Yani qirg'oqda nutq so'zlaydi prezident Joe Biden deydi vatandoshim. Buningda bu so'zlagan nima? Prezident Joe Biden nutq so'zlaganda bir yakchilikning xatiri yoki o'zi ayrim yashashning xatiri va mustabidlarga qarshi turishning muhimligiga markazlashidir. Prezident Joe Bidenning so'zlagan nutqi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Ikkinchi Dünya urushi, so'g'oq munosabatlar urushi va NATOning qurilish tarixini nutq orqali so'zlash orqali bugungi Yevropa urushiga birlashtirib. Masalan, Rossiya va Ukraina o'rtasida bo'layotgan urush Yevropa urushi. Mush Yevropa urushiga birlashtirib NATOning yana bir qatim to'planib erkinlik va egilik huquqni qo'g'daydiganligi to'g'risida to'xtaldi. Gap o'choqdaldimi vatandoshim, aniqlashdimi? NATOning yana bir qatim to'planib erkinlik va egilik huquqni qo'g'daydiganligi to'g'risida nutq so'zlaydi. Ma'qulmi? Gap o'choqdaldimi vatandosh? Prezident Joe Biden Normandiyada quruqlik chiqish harbiy harakatiga qatnashgan peshqadam askarlar bilan ko'rishdi. Bu dal kishini ta'sirlantirgan bir daqiqalardir. Aqsaray davlat bexatarligi bayonotchisi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Fransiya prezidenti Macron bilan to'nglatilgan Rossiya kapitali bilan Ukraynaga yordam berish mumkinligini muhokama qildi. Ko'rdingizmi? Yangi mavzu, yangi tema, jasur temada
Mesela qaysı dünyanın qaysı bir bankaları toңultulgan Rusiyanın kapitali puli dollarını elip toңlatkan yerden çıkarıp ötkende üsümü degen tok şu dollarının üsümünü üsümünü acırıtıp Ukrayna'nın uruş meydanını yaki Prezident Zelenski'nin armiyasını yardım berdi o degenir. Bugün hem şu meseleni hem İtalya'da esildiğin 7 devlet Groy'da muhakeme kılıdı. Hem Prezident Joe Biden Fransa Prezidenti Cameron bilen məsləhətləşdi və muhakeme kılıdı dedi. Amerika Qoşma Ştatlarının muavin Prezidenti Kamala Harris endi bu qitim 6 ayının 15 günü Amerika Qoşma Ştatlarının vekili bulup Ukrayna yuqori dərəcəliklə tinchlik söhbətiga qatnaşıdı. Bu yığın Şvetsiyada içildi. Cungo təklif qılındımı, qılınmadımı, lekin Cungo bu qitim bu yığınğa qatnaşmaydiganlığını elan qıldı. Tolu dəbdəbə bilen emas, hazır tor betlerdi ve video filmle yetip geldi. Şu 15. günü gücü Cungo nimi deydi, onu körümüz. Bırak hazır yığın 6. ayının 15. günü Şvetsiyada. Ukrayna tinchlik yığını deysiniz Şvetsiyada içili davet edilir.